PUBG o'ynaydigan har bir o'yinchini o'ligi umri davomida shu PUBG o'ynayotgandan beri bir marta shunaqa vaziyat bo'lgan. Qaranglar, 20 ta kill qildim. Endi anchadan beri kirmovdim, birinchi o'yinim edi. Adadan kidani cho'tki ushayman, u yoq bu yoq 15-20 kida ushayman dedim, kill qilishga harakat qilib, qayerda otishma bo'lsa, zamis bo'lsa, hamma joyga bora boshladim. Bu yoqda ikkita killni qildim, keyin pachinkida otishma bo'layotdi. Sheriklar chaqirdi. Qaradim, pachinkiga ham bordim. Xullas killchalarni cho'tki qilyapman strafovka bilan. Короче, sizlarning vaqtlaringni olmay, jigarlar, agar shunaqa vaziyat bo'lgan bo'lsa, like bilan kommentariyada bo'lgan deysizlar, bo'lmagan bo'lsa kommentariyaga bo'lmagan deysizlar. Короче, 36 ta kill bilan top 1 oldik. Oxirgini ham o'zim granatada tushirdim. Va men bu gapni eshitmaguncha настроение ham cho'tki edi, lekin men bu gapni eshitdinglar. Rating